Xo'sh, bugungi mavzumiz qanaqa mavzu bo'ladi? Demak, we vs when degan grammatikani o'rganamiz. Ya'ni qanday bo'lardi agar bir narsa qilsak misol uchun. To'g'rimi? Qanday bo'lardi agar deb buni grammatikasini tushuntiraman. Demak, qaranglar. Ma'nosi qanday bo'lardi agar davomi bor gap, to'g'rimi? Misol uchun qanday bo'lardi agar biz kafega borsak? Ha? Taklif qilish, biror joyga taklif qilish, muloyim maslahat berishda, o'sha nemsada bilasizlar, muloyim gapirish kerak bo'ladi o'shalarda. Endi werden bilasizlar, sein fe'lining konjunktiv 2 shakli, to'g'rimi? Mana bu o'zimizni wunschlarimizni aytsak bo'ladi, to'g'rimi? Ich wäre gern am Strand. Misol uchun, ya'ni nimada sohilda bo'lganimda edi, qani edi deb, to'g'rimi? Bu ham shunga o'xshash ma'no. Endi when bilasizlar, agar degan ma'noni bildiradi, fe'l orqaga o'tib boradi, to'g'rimi? Formulasi we wäre es wenn Subjekt Zeit Objekt keladida, fe'l oxirida mana bu whenimiz o'zining qoidasi bo'yicha fe'l oxiriga o'tkazib yuboradi. Tushunarlimi? Xo'p, endi misollar. Wie wäre es wenn wir heute Deutsch lernen? Ya'ni bugun biz nemis tilini o'rgansak qanday bo'ladi yoki qanday bo'lardi degan taklif bildiryapti. Tushunarlimi? Muloyim tarzda. Prosta nemis tilini o'rganamizmi degan savol bermayapti-da. Nemis tilini o'rgansak qanday bo'lardi degan nima deydi? Plus muloyimroq taklif. Wie wäre es wenn du mir hilfst? Ya'ni menga yordam bersang qanday bo'lardi? Ha? Ya'ni menga yordam ber demayapti. Menga yordam bera olasanmi demayapti. Wie wäre es wenn du mir hilfst? Qanday bo'lardi agar menga yordam bersang? To'g'rimi? Keyingisi. Wie wäre es wenn wir einen Kaffee trinken? Bitta qahva ichsak-chi? Deyapti. Tushunarli? Taklif muloyim. Keyingisi. Wie wäre es wenn ich morgen komme? Ya'ni ertaga kelsam qanday bo'lardi? Ya'ni bu boshqa nima deydi? Misol uchun bugun kela olasanmi desa, yo'q, bugun bora olmayman deb qo'pol rad qilishdan ko'ra chiroyliroq rad qilyapti. Wie wäre es wenn ich morgen komme? Ya'ni men ertaga borsam qanday bo'ladi deyapti. Tushunarli? Rad qilishi chiroyli variant, ko'ryapsizlarmi? Muloyim. Xo'p, endi murakkabroq gaplar bu yoqda, ya'ni bir darajaga mos. Wie wäre es qanday bo'lardi wenn wir das Problem gemeinsam lösen, statt uns weiter zu beschweren? Ko'ryapsizlarmi? 3 ta gapni bir-biriga bog'lab tashlagan. Ya'ni muammoni shikoyat qilish o'rniga beschweren shikoyat qilish, to'g'rimi? Statt degani o'rniga degan ma'no beradi. Tushunarlimi? Statt uns weiter zu beschweren. Ya'ni muammoni shikoyat qilish o'rniga birga hal qilsak qanday bo'lardi deyapti. Tushunarlimi? 3 ta gapni bir-biriga bog'lab tashlayapti. Keyingisi. Wie wäre es wenn du früher nach Hause kämst, damit wir in Ruhe sprechen können? Ya'ni tarjimasi. Xotirjam gaplashishimiz uchun uyga ertaroq kelsang-chi deyapti. Xuddi uydagilarning sizlarga aytayotgan gapda. Tushunarli? Mana bu yerda ertaroq kelsang-chi degan ma'no beradi. To'g'rimi? Ertaroq agar qanday bo'lardi ertaroq kelsang? Ha? Damit tarjimasi nima edi? Shu orqali biz tinch gaplasha olardik deyapti. Tushunarlimi? Endi bu tagidagisi biz o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilmasdan o'zbek tili ma'nosi keltirilgan-edi. Bunisi keldikmi? Wie wäre es wenn wir unseren Plan ändern würden? Ya'ni, davomini o'qing. Falls das Wetter schlechter wird. Ya'ni, ob-havo yomonlashsa, rejani o'zgartirsak qanday bo'lardi deyapti. Tushunarlimi? Misol uchun, ertaga ob-havo yomon, men bora olmayman deyishdan ko'ra, ancha grammatikasi kuchliroq, muloyimroq gap. Tushunarlimi? Keyingisi. Wie wäre es wenn sich endlich entschuldigte und Verantwortung übernehme? Ya'ni u nihoyat uzr so'rab, mas'uliyatni o'z zimmasiga olsa-chi deyapti. Tushunarlimi?
Verantwortung tarjimasi mas'uliyat. Übernahme degani o'ziga olmoq, o'sha bo'yniga olmoq. Entschuldigen fe'lini bilasizlar. Uzr so'rash, to'g'rimi? Wie wäre es, wenn wir weniger Zeit am Handy verbringen? Mana shu gapni tarjima qilinglarchi mana shu joyni. Wie wäre es, wenn wir weniger Zeit am Handy verbringen? Qanday bo'lardi telefon bilan kamroq vaqt sarflasak, to'g'rimi? Und mehr miteinander reden würden. Ya'ni ko'proq miteinander degani bir-birimiz bilan. Ko'proq bir-birimiz bilan redenni tarjimasi suhbatlashmoq. Suhbatlasha olgan bo'lardik. Würden ham bilasizlar, konjunktiv 2. Unreal Wunsch, o'sha unreal anaqalarni hodisalarni aytish mumkin bu bilan. Endi keyingisi. Wie wäre es, wenn du vor der Entschuldigung noch einmal darüber nachdenken würdest? Ya'ni qaror qabul qilishdan oldin yana bir bor o'ylab ko'rsangchi deyapti. Tushunarli? Bu yerda endi bitta gap ketyapti. Va oxirgisidan bitta oldingisi ekan. Wie wäre es, wenn man in der Stadt mehr Fahrradwege bauen würde? Ya'ni shaharda ko'proq velo yo'laklar qurilsa qanday bo'lardi deyapti. Demak, Farrad bilasizlar, velosiped, to'g'rimi? Vega yo'lak bo'lyapti, shahar nima deydi? Velosiped yo'laklari bo'lyapti. Bauen qurmoq, to'g'rimi? Würden bo'lsa, werden fe'lining konjunktiv 2 shakli. Wie wäre es, qanday bo'lardi? Wenn wir das Thema öffnen, diskutieren würden, anstatt es zu vermeiden. Ya'ni mavzudan qochish o'rniga uni ochiq muhokama qilsak qanday bo'lardi deyapti. Bular orasida ba'zi bir biz o'tmagan narsalar bor. Balki ko'pdir. Lekin buni hozir tushunib yoza olasizlar. Tushunarli? Aslida boshqa hech narsa yo'q. Mana shundan boshlab yozinglar.